Mana shu yerdan podvolga tushib ketgan kartolxonaga turbalarimiz, podacha obratga turbalarimiz. Bu yerda ikkinchi etajga chiqib ketyapti. Tekis qilib urug'ini kesganmiz. Urug'ini qo'yib turib, urug'ini tuzib. Bu yer ko'hna bo'ladi. Ko'hnaga chiqarganmiz tochkalarni, rakovina, posudomойкаga. Bu tochkamizni mana shu yerga to'plab olib kollektorni qo'yamiz. Shuning uchun chiqarib qo'yganmiz. Sanzilga kirib ketyapti yog'i. Mana podacha obratga turbalarimiz kelyapti. Bu yerda 3 ta turba kelgan. Mana podacha obratga sovuq suv. Podachini aylantiryapmiz, obratkaga olib kelib ulab qo'yyapmiz. Shu shilkalarimiz. Podacha bilan sovuq suv chiqyapti. Podacha kelib obratkaga ulanyapti shu joydan. Sirkulyatsiya bo'ladi shunda.